narxini yo'lida qilib beraman endi. Narxi yo'lida. Narxi arzon nimaga? Bu qo'yni men anetdan olib kelganim yo'q-da. Yo anetdan savdogardan olib kelganim yo'q. Joyidan kelyapti, pramo. Pramo joyidan kelyapti. Pramo joyidan kelyapti. Faqat eng kuchligi ekan, mana shu eng kuchligi ekan. Karol deydi-yu mana shu. Karol elga sog'liq. Oldini ko'rsating. Gargonos qaraydi aka. Shashilmay olib beravering. Bitta maza qilsin kayfiga. Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlariga hurmatli obunachilar, yana yangi partiyada afg'on soliqlarimiz yetib keldi akalar. Qad kelsalar, mana yana har doimgidek mana o'sha qo'yxonaga, o'sha akalarimizga yana afg'on soliqlarimiz yetib keldi. Mana Svedan o'chib qoldi mana. Hurmatli obunachilar, bitta like bosib, chiroyli kommentariy yozib turasizlar. Chiroyli qilib tushuntirib beramiz akalar. Soliqlar o'ta udarlari, mana qaranglar akalar. Soliqlar qaranglar. Bitta like bosib tursalar, chiroyli qilib sizlarga shu jarayonlarni chiroyli qilib syomka qilib beramiz akalar mana. O'tgan safar 120 bosh keldi, mana u partiyamiz tugab, mana yangi partiyalar. Bir kunda tugadi elbey. Necha bosh keldi bugun? Bitta 100 bosh keldi. 100 bosh keldi yangi partiyada. Qorasi bor xolos, ha. Ulgurmay qolganlar bemalol kelishaveradi. Ulgurmay qolganlar keldi, adi bradanlar iltimos qildim. Ularning lekanlari va do'g'rasiga qaranglar, soliqlar qaranglar. Birlik soliqlar, uka mana birliklar. Avvallar o'ta kuchlilariga qaranglar. Tasirlarda like bosib qo'ydi. Mana elbey bilan. Akalar nima deyapti soliq borki? Mashalloh, kommentariy yozib qo'yinglar, chiroyli qilib. 100 ta elbey soni. Soni 100 bosh, ha? O'tgan safarlarni haqiqatan kuchli kelibdi, boru. Svet o'tgan jicha sada bo'ldi hozir. 2 tish, 4 tish. 2 tish 4 tish tushiyami? Ha, bunaqa chori, panji, mangi qo'ymas. Birinchi qorin, ikkinchi qoringa bo'g'oz hammasi. Qo'ylarni o'nglab ko'rsating. Buni qarang. Nima deyapti? Akalar yorug'da kelib ko'ringlar. Quyosh ham kerak emas, ko'rlar. Yorug'da kelib ko'ringlar, hurmatli obunachilar. Qo'yga qiziqmaydigan akalarimiz kelsa ikkita olib tashlab qo'y deydiganlari keldi, boru. Ikkinchi etajdagilar ham tushyapti hozir. O'tgan safari qo'ylarni obunachimizga ovor yetkazdilarmi 36 boshda? Ovorib, topshirib elbey baraka qilib keldi. Qo'ylar. Ovori tashlab mana qaytishdi akalar yangi partiya. Buning ichida elbey bir dona yana bolasi bor. Bir dona yana bola bor. Xolos, buning ichida yana bolasi. Bularni ham yelini naq elbey. Lorsillab turibdi. Qo'yga ahli etgan odam kelib ko'rsa bitada biladi. Akalar o'tgan safargi qo'ylarimizga ulgurmay qolganlar mana bu qo'ylarimiz mana yangi partiyaga kelibdi. Bemalol ekranga nomer qoldiramiz, telefon qilib kelaverasizlar. Hali telefonni ko'tarib olmay qolsa, lokatsiyada Telegramdan yozsalar, lokatsiya tashlab berishadi. Manzilimiz akalar Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devu tekstilni oldiga kelib tushdi akalar. Bu taraf akalar Qo'qondan kelish akalar. Bu taraf Andijon Quvadan kelish akalar. Yo'lni betida Andijondan kelganda o'ng qo'limizda keladi. Qo'qon tomondan kelganda, Farg'ona tomondan kelganda chap qo'limizda keladi. Devu tekstil chorraqasiga 1 kilometr yetmasdan akalar o'ng qo'lda joylashgan. Bu xonamizga kelib tushdi akalar. Bo'ldimi elbey? Bitta like bosib, chiroyli kommentariy yozib bersizlar. Tishlari hammasiniki 2 tish 4 tish ekan. Sollar uzunligini qaranglar. Metrajlilari ketdi, boru. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, bir dona ena bolasi bor deyiladi. Mana ikkinchi etajda ketdi. Mana. Bir dona. Monishini qarang, moni. Janavor. Haqiqatan mana Afg'onistonda qochgan, afg'on qo'chqordan qochgan bu qo'ylar hammasi. Shuning uchun bolani ham berganini ko'ryapsizlar mana. 1 metr 10 santimetrlik qo'chqorlardan qochgan elbey. Brundan, ha? Soliq ekan. Videolari ham bor. Bolasi soliq ekan? Soliq ekan. Soliq. Pastga qo'yib pastga ko'raylik. Mana enasi ekan shekilli. Ha, mana shu enasi ekan. Mana yalangan sigirgani yo'q. Enasi ekan mana, mashqo enasi ekan, akalar mana. Eng muhimi buni elbey qo'yga ahli etadigan odam o'zi tanib olaveradi. Ko'pchilik kommentariyada yozyapti. Mana o'tgan safar men o'qidim. Narxini aytib o'tib ketinglar, narxini. Telefon qilsak ba'zi ko'tara olmayapsizlar. Narxini aytib o'tib ketinglar deyishyapti. Narxini so'raganlar elbey buni oladigan odam o'zi ustiga kelib gaplashadi elbey. Ustiga kelsa, mana ustiga kelsa, bu mana ko'rib turibsiz, hozir tushirgan jarayonimizcha. to'g'ri. Buni hisob kitobi bor. Kelib tushi bilan narx chiqmaydi, to'g'ri. Ha, buni hisob kitobi bor. Kechaga kelgan partiyani videoga qo'yamiz narxi bilan dedi, uji ulgurmadi. Ha, video sotuvga chiqqan ulgurmadi, to'g'rimi internetda? Oladigan ishqibozi elbey vaqt kelsa odamlarning qo'lida elbey 500 ming dollar puli tursa ham, mana shu narsa kerak bo'lsa yo'q-da. To'g'ri, oqtarganda topilmaydi bular. Oyog'ini tagiga olib kelib qo'ydi elbey.
Bizga 5 so'm 4 so'm foyda qolsa sotamiz. Buni boshimizga yostiq qilmaymiz. Lekin kerak oqtarib yurgan odamlar juda serob. Olaman degan odam kelsa ish bitadi, xudo Olaman xolasa. degan odam kelsa ish bitadi elbi. Narxi $1000 tevasida elbi. Narxi 1000 tevas. Ha, mana olganlar, mana sotyapmiz, mana nechta odam olyapti. Olayotganlar kommentariyaga yozib qo'ysin, o'zi nech puldan oldi, nechtasini oldi. To'g'ri. Elbi. Nechta obunachimiz mana shu qo'ydan olgan bo'lsa, kommentariy yozib o'tib ketinglar, hurmatli Misol obunachilar. mana bunaqada 6 million, 8 millionga ham solig'imiz bor. To'g'ri. Mana qo'rada turibdi elbi. Bor, Jaydari bor. qo'ylar 6 million. Ya'ni qo'y bilan qo'yda farqi bor. Buni boqadigan odam uni boqmaydi, uni boqadigan buni boqmaydi. Buni qonidan tushgan 2 kun, 3 kunlik bolasi $500, $600. Qonidan tushgan, to'g'ri. To'g'ri. Buni o'zi boqayotganlar, olayotganlar, sotayotganlar juda yaxshi biladi. Bu qo'ylar elbi Asl qo'ylar bor. Yarim 95lik soliqda, bular yarim 90lik emas. qonlar ichiga yurib ketdi. Kechagi videoda aytib o'tib ketaman dedim. Endi qana vaziyat bas, qana bas. Akalar, mana har xil o'tyapti. shunisi bo'yicha. Mashina hisobiga aytmadim buni endi. Mana keldi issiq joyidan video qilyapmiz endi. Kelishsin svejiy narsa. Bo'ldi, kelaverasiz. Akalar, shunisi bo'yicha men sizlarga tushuntirib beraman. Mana hozir kelib tushyapti. Hali buni hisob kitobi ham bo'lgani yo'q. Qiziqqanlar ustiga kelib narxini savdo qilib olib ketavergansizlar. Ertaga narxi chiqadi. Buni telefon qilsalaring, narxlari aytiladi. Akalar, bemalol ekraningizga Endi joyiga e'tibor qilsin, elbi, hali nima deydi? Bu mango 4ta, 5tadan tuqqan qo'ylar. Hammasi birinchi qorin, ikkinchi qoringa bular. Birinchi qorin, ikkinchi qorin. Hammasi ham yosh. Tug'ib, alidaqa qarib qolgan qo'y bas. Hammasi yosh. Hammasi yosh. Agar tishlari ham shu yosh ekan. Qaranglar, qo'ylar mana shu och qolgan. Qanqaydi sog'lomlar. Ola, qo'shib yuborlar. Dinozavrlar bor. Ya'ni negativ yozganlar bor elbi. Bunday edi deb yozishyapti elbi. To'g'ri, yozishdi. Yo'q, qo'lidan kelsa elbi 10 ta 20 ta olib kelib, meni nomerimga syomka qilib tashlasa, ko'rmay $1000 dan olaveraman. Mana shunaqa sog'liqda. Ko'rmayman, $1000 dan olaveraman. Har xil gap yo'q narsalar. Mana svet tayinib ko'rib beriladi. Sizlar mana svet yonishini kutib akalar. Mana svet yondi, mana svet yaltilab ko'rsatib qo'yamiz akalar mana. Svet o'chib qoladi. Qo'lidan go'zal sog'liq Mayli, akalar yonini ko'rib beringlar. Bu bitta qo'raya qamalgan yarmi. Nari qo'rani ham olib ko'rsatib qo'yamiz. Qozasida bu elbi. Haqiqiy qozasi. 100 bittaliklar. 101%liklar ekan. Yoshi ham yosh. Xo'p, 2 tish, 4 tishi aslida ko'paygan. 6 tishi ham bormi ichida? Bor 6 tishi ham. 6 tishi ham bor. 6 tishi 10% bo'lsa bor elbi. Asosiy- Lekin ko'pi birinchi qorin elbi. Ko'pi birinchi qorin, ha? ikkinchi qorin. Birinchi, Kelib ikkinchi misol bu yaxshi pulli narsa, ustiga kelib gaplashaveramiz elbi. Ustiga kelib misol uchun o'ziga yoqqanini ajratsa, ba'da chiqarib turib kelishamiz narxini. Narxini ustiga kelishsa kelishiladi. Misol hali narxini aytib qo'yish ham oson buni elbi. Endi hamma o'ziga yoqqanini oladi-da. To'g'ri, endi Ustiga kelsa, soni ko'p qo'ydi. ustiga kelsa tanlashiga qarab turib narxini aytamiz, iloji boricha kelishtirib beramiz narxini. Bizga buni olib kelib olib, yem berib boqib o'tirishmas. Ozgina qolsa yurgizamiz. Sotiladi, hozir yursa ham sotiladi. Tarqasin, bu xohlasa O'zbekistonda ham serob bo'lsin, maqsadimiz elbi. Misol uchun, Kelinlar. mana kelib, mana shu bir donasini o'zini yoqdi menga, mana shuni o'zini bering desa ham beraveramiz. Bitta oladiganlar ham telefon qilishaversin, ha? Men palon pul yo'yaman, bittasini sotmayman. Buni liniyasi palonchiydi, po'kinchiydi bas elbi. Hammasini toza, zo'r qo'ylar sotilaveradi. Buni o'zi ham sotilaveradi. Addenni elbi. Follow qilaylik aka. Nima deyapti bu? Mana ushlab ko'rsatdim. Dinozavr. Yorug'da. Faqat eng kuchli ekan, mana shu eng kuchli ekan. Karol deydi-yu mana shu. Karol elbi sog'liq. Oldini ko'rsating. Gargonos qaraylik aka. Shashilmay olib beravering. Bitta maza qilsin kayfiga. Sog'liq qaraylik, udar ekan mana katta. Bitta like bosib Muskilot emasda qo'ying. Obunachilar bunaqa qilib yetishtirish ham, bunaqa qilib olib kelish ham akalar. Hali oson masala emas bu. Qancha qiyinchilik bilan kelyapti, o'sha qiyinchiliklarga, mehnatlarga bitta like bosib, chiroyli kommentariy yozib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Havas qilganlarga chiroyli kommentariy yozib qo'yinglar. Qani ko'rasiz, ko'paysa shunaqa qo'yinglar. Ko'pchilik aytdi, narxini aytmasang chiqarma, tudi. Buni oladigan odam elbi narxini aytmasa ham, biz gapirmasa ham o'zi ko'rib telefon qilaveradi. Ko'rib telefon qilaveradi. Ha. Nima kerak bor, misol uchun hali qo'yga ahli etmaydigan odamga buni men yotib olib tushuntirib berdi. Oladiganlar ustiga kelishsin, asosiy. Buni oladigan odamni bunga o'zi ahli yetadi.
Uni oladigan. Shunaqa, misol uchun qo'y serobda, o narigi qoramda elbi 6 millionlik soliq olib turibdi. 70 ta 80 ta. Kelishsin elbi misolda bozorda 6 million sotilayotgan qo'y iloji boricha 5,5 millionga qilib beramiz elbi. To'g'ri. Bozorda sotilayotgan qo'y. Bozorda qo'ydi. Lekin elbi bunaqa qo'y bozorga bunaqa katta partiyada chiqmaydi. Bu bir. Bitta yarim chiqib qolishi mumkin, to'g'ri. Bitta yarim chiqib qolishi mumkin. Chiqqan taqdirda ham biz ham eshityapmiz 20 million, 15 million, 18 milliondan sotilyapti. Yaxshi qo'y. Yaxshi Buni qo'y. go'shtga pishmaydi. Prosta bola olishadi-da bundan. Bola oladi. Seleksiya qiladi. Bunga 10 ming dollarga, 5 ming dollarga yaxshi qo'chqor olib qo'ysa elbi. Zot ketadi, qo'yadi. Nari qo'ylarni bitta ko'rsatib qo'yamizmi? Sog'liqlar. Mana elbi. Shunaqa Nima ekan? Bitta qo'ylarni quloqni qaranglar, quloqni. Mashqo'ylar elbi tug'magan. Mashqo'ylar birinchisiga bo'g'oz. Nari qo'ylarni bitta ko'rsatib qo'yaylik. Ko'rsatavering. Video o'chirmasdan ko'rsataman. Buni chiqar. Vel, og'ir tozalab qo'yib, hozir beda solinadi. Mana solinadi. Bundan oldingi mashinalarni ham oldingiz-a? Bundan oldingi mashinalar ham olindi. Mashina ham shu nima qildi? Sizlar kelmasdan oldin, Men o'zim narigi mashinada edim-da. sizlar kelmasdan oldin olindi. Sog'liqlar qaranglar bor, akalar. Qatta olinglar borki, olinglar mana kelganda olinglar. Buni oqtarib 2,000-3,000 dollar pul bilan olaman deb yo'qligida oqtarsalaringiz chiqmaydi, yoki So'ng 2,000-3,000 dollar bilan ana shunaqa afg'on qo'y olaman deganlaringda topilmay qoladi. Mana kelyapti, olinglar mana. Hozir gapirsa, hali ko'p gapiryapsan boshqa deydi-yu. Buni mehnatini o'zimiz bilamiz, Xudo biladi-da, elbi. To'g'ri, to'g'ri. Bu osonlashsa kelmayapti qo'ylar. Ha. O'shaning uchun har xil kommentariya yozavermasdan odam elbi bitta like bosib qo'ysa, misol uchun uyida 5 ta 10 ta bo'ladi. 5 ta 10 ta. Hozir ko'pchilik halidaqa bo'lib ketganda, gineda deydimi? Ha. Hali nima Yozgan yozaveradi buni. Endi bitta qo'y boqolmaydi. O'sha yozganlar uyida bitta qo'y yo'q o'zi. Kelishsin, narxini yo'lida qilib beraman endi. Narxi yo'lida. Narxi arzon. Nimaga? Bu qo'yni men anetdan olib kelganim yo'q-da. Yo anetdan savdogardan olib kelganim yo'q. Joyidan kelyapti, primo. Primo joyidan kelyapti. Primo joyidan kelyapti. Narxlar arzon kelyapti. Obunachilar uchun, faqat bizning kanalda obunachilarga. Buni o'zi bu videoyingizni ko'rib turgan, bizni tanigan, tanimaganlar juda yaxshi biladi. Qanaqa mehnat bilan kelyapti, nima bo'lyapti, misol uchun elbi. Men iloji boricha o'zimiz bilgan narsani qilamiz-da. Hali kim nima qilsa o'shani qilavermaymiz endi. O'zimizni qo'limizdan kelgan ishni qilamiz. Buncha afg'onni haqiqatda syomkasini men o'zim ham ko'rmaganman, o'zim chiqarmaganman. Chiqargan bo'lsam ham, xudo xolasa. chiqargan bo'lsam ham 10-20 ta ko'ryapman-da. Qarangda, bu oson bo'lgani yo'q. Olib kelish. Ha, olib kelish oson bo'ladi. Qancha buni tagida qancha mehnat yotibdi aka. Mehnatlarga bitta like bosib qo'ying. Lekin olgan puliga arziydi. Ha, buni misol hali odamiga borib qoladigan bo'lsa, elbi palonchini, pistonchisi deb turib 10 ming dollar, 8 ming dollardan olib qo'yishyapti. Bu qo'ydi, misol uchun. To'g'ri, to'g'ri. Oyog'ini tagiga keldi, bitta yarim mana shunaqa sotishyapti lekin 5 ming, 6 ming, 7 ming ham sotib yuborishyapti bunaqalar. Men qo'yni kallasini vidiga bitta baho bering, mana. Yoshi nima ekan shuni? Mana, uka nima ekan? Kichik ekan, Kichikganmi? Mana haligi tanlamasdan shuni ushalyapti, oyoqdagi qo'y akalar kichik chiqyapti mana. Bir xilgina hali qattiq gapirib yoribsan, boshqa deyapti-da. Qo'y qattiq. Qo'y haqiqatda kuchli. Qo'y qattiq. Buni qadriga yetganga ishqivoziga beramiz uka. Ishqivoziga sotiladi. To'g'ri gap-da. Shu hurmatli obunachilar, videolarimizda xato kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Like bosib obuna bo'lishni albatta unutmanglar. Bunaqa videolar faqatgina O'zbekiston qo'y bozori mana shu kanalimizda chiqadi. Obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Ko'p videolarni quruq qolib ketib qolmanglar. Bunday qilib elbay, mana bunday qilib. Bizga ham yem tayyorlab nima qilish havas bor endi. Bizga optimal yem odam bo'lsa, men qarang, uka. Shuni yengil narxga ham bitta urib qo'yaveramiz. Optimal deganlar til to'g'ri. Lekin buni har kim optimal olavermaydi. Tayi bormi yana? Mana bunaqa mehnati bor edi. Buni tayi bormi yana? Tayi bor edi. Yana keladi bundan keyin. Ha, bu endi hali oddiy qo'y bo'lsa ekan, buni 500 talab tushirib qo'yib, yengil sotaverasiz. 100 ta kelyapti. Ha. Sotaveradi, xudo xolasa keti davomi bor. Davomi bor, ha? Like bosib, kuzatib turibsiz, Mash kanalda chiqadi, eng zo'ri. Boshqa kanalda oqtarishmasa, bunaqa ob'yomda chiqmaydi. Liboy kanalida. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqa qiziqarli, eng toza qo'chqorlar hamda sog'liqlar mana shu kanalimizda chiqadi. Albatta obuna bo'lishni unutmanglar, xudo xolasa. Yengil narxlarda qilib berishadi. O'zbekiston qo'y bozori kanalining obunachisiman deb kelinglar.
aytgan pullaridan, telefonda aytgan pullaridan $50, $100 o'tidan berishadi ustiga kelsalar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi syomkalarda ko'rishib qolamiz. O'zlaringiz e'tiborlasizlar. Obunachilar, mana ikkinchi mashinamizni avon savdolarimiz keldi akalar. Bitta like bosib qo'yasizlar akalar. Qiziq o'yinlar. Bu kanalda bilasizlar, obuna bo'lmaganlar albatta o'ng tarafda qizil podpiskani bosib akalar, obuna bo'lishni ham unutmanglar akalar. Like'lar tirsilar, bosib turamiz akalar. Avvallar tozalaridan keladi, qaysi qo'raga kelsalar ham mana shu qo'raga keladi. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Dev Tekstilni oldiga kelib telefon qilaverasizlar. Sololar, o'tani oyoqlariga, xonalari ichiga urib olib qoldilar hali. Yo'lbek aka, qala. Like tirsinlar bosib turasizlar, hurmatli obunachilar. Chiroyli qilib syomka qilib beramiz sizlarga.